Yo, maza qilib ketyapmiz Dubayga. Okey. Hakerboy hammasi yaxshimi? Da, hammasi yaxshi. Bolalar, qalaysizlar, bugun biz Dubayga ketyapmiz. Dubayga yo'lga borganman. Bugun boraman. Nima bo'ldi? Cho'ta, qisqa tutashu. Qanaqa qisqa tutashu? Tushunmadim siz gapingizga. Dvigatelga benzin yetmay qoldi. Qanaqa benzin? Yo, qulimiz qulamaylik faqat. Katta ehtimol bilan shunaqa. Yo, qanaqasi bu? Nimani hozir bu? Yerga uxlayapmiz. Nima bo'ldi? Hakerboy. Nima bo'ldi Hakerboyga? Hakerboy. Oy, turing. Quladik. Bo'ling. Quladik. Meni ham. Voy. Bilmayman. Sandiq. Wow. Buyumlar bor ekan, ovqat oling. Toyota bor ekan, fakkil olaman men. Siz fakkil oling yarmini. Voy. Temirda olingmi? Voy, bu yoq. To'xtang biz. Ha, biz qayoqqa quladik hozir, shoshmang. Blok bormi sizda? Tashqariga chiqib. Bor ekan menda. Oldim. Yuring. Bo'ldi. Aynan kelmas bizga. Yuring, nima qilasiz aynaydi? Yuring. Ay, yuring bu yoqqa. Chiqing. Shoshmang, biz Orolchaga qulabmiz. Voy. Yarmi menimcha suvga quladi Hakerboy. Bo'ling hozir menimcha men daraxtlarni olaylik tezroq. Daraxtlar olmasak hozir kechqurun tushib, monstrlar kelib bilasiz o'zingiz. Biz shaharda unaqa monstrlar. Ha, to'g'ri, biz shaharda yo'q edi, lekin Borolchada bo'ladi 100%. Yaxshimi o'zim bilan ovqat olib ekan, Meni ko'pgina. Shu Dubayga Men ham nimaga Dubayga uchaman dedim, ha. To'q kelmas, o'ldirmay qo'ying, bizni qonimiz to'q bo'ladi, chunki menda ovqat bor. Biroq hozir shu yerda uyqu shoshmang. Biz bir kun mana shu samolyotda yashab turaylik, nima deysiz? Ha, uyqurgunimizcha ancha vaqt ketib qoladi. Shuning uchun mana shu samolyot ichida 1-2 kun yashab turamiz keyin. To'g'ri. Qani mana shu yerga men o'zim yotog'imni qo'ysam, mana shu yerda men uxlayman. Xo'p. Sandiqda yana nimalar bor? Ha, bo'ldi, kerakli instrumentlar bor ekan. Bu yerni ozgina fakkil bilan yoritaman. Bu fakkil boshqa menga kerak emas, buni solib qo'ysam ham bo'ladi. Endi bu yerda qachongacha qolaman? Nima bo'ldi? Qarib oldingizmi? Nimadir bo'ldimi? Mavla yig'ishtirib tashing, men bo'lmagan. Voy. Men bu yoqqa qarab turaman. Men bu yoqqa qarab kelishing, bu narsa bordir. Burra qo'y, tovuq. Qaring bu yoqda. Bu rostdan ham Orolcha ekan, menimcha bu Robinson deb qo'yadi. Biroq do'stlar, demak biz kimsasiz Orolga kelib qopmiz do'stlar. Shuning uchun biz bu yerda yashab qolishimiz kerak do'stlar. Shuning uchun mayli-unda bu yerda yashab qolish kerak bo'lsa, yashab qolamiz. Hakerboy bilan birgalikda albatta. Unda bo'lmasa ham ketdi do'stlar. Qani bu yoqqa borsam, rostdan Hakerboy biz shu kimsiz Orolga tushib qopmiz. Mana ko'ryapsiz bu yoq rostdan ham. Nima qilamiz endi? Yordam kuchlarini chaqirishni kutish kerak. Voy. Oz ketyapman, to'xtab turing. Sizda ratsionmi bo'ldi? Yo'q, Faqatlarga yordam endi. Demak, biz polni yerga qo'ymayapmiz. Men bu daraxtlarga ham ilashib bizaman bu daraxtlarga. Lati. Men chim o'qlab turib, tashlash kerak.
Da optashing yo'qoting bular. Bizga kerak emas bular bizga. Qancha millionlarga oluvdi-za. Millionlarga bu yerga tushish kerak. La'nat. Xo'p. Bir o'tirg'ich. Biz dam olish yomon charchadim. Endi bulardan qachon ketamiz? Mayli, unda bir pas dam olayman. Maza qilib dam oldim. Rolex kechpart tushyapti. Yo'q, kechpart tushyapti. Bular yopish kerak. Men bu joylarga chiqarib qo'ydim. Yo'q, monsterlar keladi. Samolyot ichida ovoz boshqacha eshitilar ekan. Toshim tugadi. Dada. Bo'ling. G'orda ichiga o'shtilakan o'sha. Uxlab oling. Fay. Bo'ldi. Qachon turamiz endi? Maza qilib uxladiga. Men taraflardan buni haligi qazib qo'ydim, men ikki ko'p qo'ydim. Chiqadigan yo'lni chirmoqlar. Qachon chiqaman? Bunga chiqib bo'laman. Bunga bo'lib chiqdim. Qornim ochibdi. Mana qarang. Olmami? Yo'q. Nima? Olma. Olmami desam nima desam? Yo'q dedi zi. Azlash. So'kkidan hech qo'yishdi. Xo'sh, endi biz nima qilishimiz kerak? Hozir yordam kuchib biz ratsiya topishimiz kerak, ratsiya. Ovqat zaxirasi to'ldirishimiz kerak. Tate, Rolex, sig'man. Nima bor? Nima bor sizda? Qo'limdan ko'ryapsiz. Qo'yil. Yaxshi, biz eksak bo'ladi. Buni faqat bizga temir kerak, bro. Yo'q, mana bu yerga eksak bo'ladi. Ana. Wow, shuni ekib qo'yamiz. Ovqatimiz bor endi, ehtimol buni ham olib yuraylik endi ovqatga do'stlar. Qani, bu yoqda. Bu yoqqa yer bo'lib ekish kerak mana shu yerga. Bo'ladi, yer bo'lib qo'ysak. Yer bo'lib bormi? Fikr yer bo'lib. Menga beryapman. To'xtaychi, ekinimiz bu yoqqa ekamiz mana. Ana. Yer bo'lib bittami ha bo'pti. Yana bering. Yo'q, o'zi bittami. Ekinimiz bitta o'zi. Xo'sh, buni qastirib o'rniga buni qo'yamiz va bizga anaqa ketmon kerak, ketmon. Temirdan yasab qo'ying, toshlar. Buni yumshatishimiz kerak. Bo'la qoling. Uyingizga bitta cho'chqa. Oyog'i nima bo'ldi? Yaxshimisiz? baland tushsam oyog'i qayerlar? Qarasiz-a, bro. Qani. Yaxshi menga qo'yil. Yaxshi, mayli bu yetadi. O'zi bizga to'g'risidan toshi ham kerak emas do'stlar. Chunki bu narsadan ozgina ko'plar kam foydalanasiz. O'ta kam foydalanamiz do'stlar bu narsadan. Mana bo'ldi. Men bu aynalarga ham juda katta pul ketuvdi lekin. Bitta oynani men o'zim sizga topib beraman. Shu samolyotingiz o'libdi xolos. Fay. Bu qimmat oynalar. Qimmat deb, buni qani. Sofidan. O'zimiz oddiy turdan emasmi bu? Bo'ldi, sofidan ekan, bo'ldi, yaxshi tushundim. Men bu qumlarda oyna bo'lsa bo'ladi, lekin bu sifatsizda. Nada? Yaxshi. Bu yerda uyimizga cho'chqa kirib olibdi. Mayli, yashab yuraversan. Yashab yuraver. Seni ursam bo'ladimi? Shu yerga qo'lim yetmayotgan do'stlar. Xo'p, hozir biz men mashi la'natda tushib ketdim. Seni urish armon bo'lib qolmasin, bitta urib olay. Bu yoqqa kelib. Jon hech qancha yo'q ekan. Hadda nima? Bizga tosh kerak bizga, tosh. O'ting biz hozir 5000. Biz demak so'qatamiz. Shuning uchun pizza qilib qo'ydim. Mana men buni olaman. Mana qaysi? Wow, bu yoqmi yaxshi? Mana samolyot bitta narsani borib tekshirib qo'ygan. Mana ularga solib qo'yamiz. Ichine instrumentlarimizni. Shu men bu samolyotim bloklarga endi istam. Olib qo'ying-da, olib qo'ying. Bloklarda qimmat edish beraman. Da, to'g'ri demak. Siz bering lekin. Shu yoqda men yana bitta orolcha ko'rdim. O'sha orolchani tekshirib kelaman men. Men ham boring. Yuring. Siz samolyotga qarab turing, samolyotingizga. O'zi jonli samolyotingizga qarab turing, boring. Do'stlar, hozir men bu yerda orolcha ko'rdim, boshqacha ro'xsan. Mana do'stlar, mana shu orolcha birikib ketgan ekan bizga. Va qo'ydiganlar buyursin.
Demak. Mana shu orolcha. Shu orolchaga o'tib kiramiz. Balki nimadir bordir. Balki samolyotni dumi shu orolchaga qulagandir. Samolyotni orqa tomonini topishimiz kerak do'stlar. Orqa tomonda ham ancha-muncha narsalar bo'ladi. Iya. Orqa tomoni yo'q. Menimcha orqa tomoni suvga quladi shekilli do'stlar. Ha. Biz ratsiya topmasak do'stlar o'lib ketamiz agar bu yerda, shuning uchun bitta ratsiya topishimiz kerak. Ya'ni o'sha samolyotning orqa dum tarafida menimcha do'stlar ratsiya bor edi. Meni esimda jomadonlar ichida solgandim men do'stlar. Shuning uchun men hozir orqa tomonni topolmayapman. Demak, bor joyga qulamagan, demak do'stlar suvga qulagan. Unda topishga urinib ko'ramiz do'stlar. Sizlardan iltimos videoga like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunda biz shu yerdan chiqib keta olamiz do'stlar. Ratsiyani topa olamiz. Motivatsiya bo'ladi bizga do'stlar. Ha, albatta. Demak, bu yerlarda hech nima yo'q ekan. Demak, bu yoqda ham orolchalar bor ekan, faqat sal uzoqroq ekan. Bu yoqqa suzib boramiz, keyin qayerga kelganimizdan keyin suzib boramiz. Qochib tur. Xo'sh, bu yoqlarda ham bor ekan. Ostida nimalardir borga o'xshabdi, menimcha. Balki bu yerdan shaxs topsak bo'ladi, yo'qsa temirmikin. Sayohatga chiqimizmi? Sayohatga chiqib nima qilasiz? Shu yerga turish kerak. Yotgan daraxtlar bor ekan, yiqilib tushib shekilli. Okey. Kirka. Okey, fikr bo'lmay qarab ko'rdim. Hech balo yo'q. Samolyotning orqa qismini topolmadim. O'sha orqa qismida aniq eslayman, ratsiya bor edi. O'sha ratsiya. Jomadonni soluvdingmi? Da soluvdimmi o'sha ratsiyani jomadonga. Faqat u orqa qismida qolib ketgan. Orqa qismida yanagi joydami? Ha, o'sha chamadonimda bitta qolib ketgan xullas. O'sha hali orqa qismini topsak, o'sha ratsiyani topardik. Mayli. Unda kutaylikki, balki topilib qolar. Biz menimcha bir qo'yib kesab, shu yo'llarga orqa qismini qidirishga tushish kerak. Bittaro, bu samolyotga qarab o'tiraveramizmi? Samolyotga qarab. Yomon charchadim, orolchaning narigi tomoniga borib. Bas. Yotaman mana bu yerda. Bu yerda sabiyamizmi do'stlar? O'sha bog'da menimcha buni olib kelaman men hozir. Gul bor ekan mana. Shu gulni olsak. Va Endi bu yoqqa bizayapmiz. Bu yerga nima qilyapsiz? Esdalikka. Demak, bu yoqqa tushsak, hozir sekin cho'kkalab bo'ldi. Bu tosh bilan nima qilamiz? Bo'ldi. Bo'ldi. Mana shu yerda sal yaxshiroq bo'lib turadi, hech bo'lmasa. To'xting. Mana tosh blogiga bunday turib, aytsa guliki videosinga. G'oya keldi. Qanaqa g'oya? O'zimiz tabiiy samolyot qurib olamizmi? Tabiiy samolyot? O'zimiz qo'yib. Qo'l bola, o'ylab ko'rish kerak. Lekin dvigatellar kerak. Voy, yomg'ir yog'ib yubordi. Hech payt shu mana joylar kazib chaqirib shaxta qidirayapman. Qarshi yo'llarni, matlarni, chekalarini seliqlab turing. Shaxta topib turaman. Shaxta boshqalarni kerak. Ratsiya topalim, ratsiya. Ratsiyami? Da. Voy! Qo'ydim. Demak, samolyotning o'zida ham bor ekan. Qo'ydim. Endi bizni qutqarishadi. Yo'llarni yopib hozir mo'stga o'tib qoladi. Mo'stlar. Qo'shdi. Oba. Bo'ldi, qo'yil, aqlga sig'mas narsa. Mana nihoyat ratsiya topdik do'stlar. Bu qanday yaxshi xabar do'stlar. Endi bizni qutqarishadi do'stlar va biz
bu kimsasiz oroldan ketib qolamiz do'stlar. Men ikkinchi qismini topishim kerak deb buni ya'ni samolyotni bo'ldi endi topishda hojat yo'q do'stlar. Biz ketamiz bo'ldi bu yerlardan. Qanday yaxshi bu azoblardan qutulamiz. Menimcha endi ratsiyani ulash payti keldi. Hozir 5 minut. Hozir men to'xting. Yetadi. Men hozir o'layman buni. To'xtab turing. Va endi bu yerga buni yo'q, buni qilib turib buni bu yerga to'xting. Mana buni olib turib buni bu yerga qo'ysang bo'ldi. Ratsiyani ulanchi ulanib qoching. Endi mana bu yerga kelamiz bizga. Da ola. Ishlayapti, qo'y. Endi bizga xabar hozir gapiring. Madrid, mana shu xullas, bizga yordam keling, iltimos. Kelmayapti, menimcha liniyalarga tushib bo'lmayapti. Mayli, ertasi kuni o'zimiz to'larmiz. Mayli, buni ertaga bo'lmaydi, ko'chib ketadi. Qo'sh turing. Aloqa ishlatiladi. Siz biz bilan bog'landingiz. Qo'y. Bog'landim, Bekirbo'y. Biz kimsasiz orolga tushib qoldik. Iltimos yordamchilarni jo'nating. Tushunmadim. Qaytarib yuboring. Garangmiz? Yo'q. Xullas biz kimsasiz orolga tushib qoldik. Iltimos bizga yordam bering. Yaxshi, manzilni ayting. Manzilni men qaydan bilaman? Bu yer kimsasiz orol. Tushunmadim. Nima uchun bilmaysiz? Xullas biz Dubayga uchib ketdik. Biz kimsasiz orolga tushib qoldik. Dubayda yo'lida, Dubayda. Bu yerni bilamiz. Yaxshi, yordam kuchi bir haftadan so'ng yetib boradi. Nima? O'ylayapsan bir hafta nima bo'ladi? Voy, bir hafta shunaqa qiynalamizmi? Iltimos ittirib jo'nating. Samolyotlarimiz band, uzr. Bir haftadan so'ng yetib boramiz. Nima? Samolyot band. Mayli, unda bir hafta chidab berishimiz kerak. Bekirbo'y uxlayapti. Mayli, rahmat, unda kutaman. Yaxshi. Bo'ldi, aloqa tugallandi. Bekirbo'y uxlaversin. Men ham yomon charchadim do'stlar, o'sha. Lekin bu yaxshi xabar do'stlar. Chunki bizga samolyot kelayotgan. Lekin bir hafta chidab bera olamizmi bu orolda yo'qmi do'stlar? Shuni hali bilmayman do'stlar. Bu videoda ikkinchi qismi chiqadi. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Sizlar bilan rolik bo'limini ko'rishguncha omon bo'linglar.